adir ortidagi yolg'izoyoq yo'l. Assalomu alaykum dilbar diyorimizning baxtiyor odamlari. Mehnatdan, saxovatdan qalb saodatini his qilib yashash zavqi hamisha sizga hamroh bo'lsin deya dastur taqdimotiga kirishamiz. Studiyada boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. Bolalik. Ul faslda yuz ochgan g'unchalar iffori, chiroyi umrning har fasliga tatigulikdir. Shu bois bolalik fasli haqida gap borganida juda ko'pchiligimiz shirin tuyg'ularga oshno bo'lamiz. Allaqanday hayajon va zavq bilan o'sha damlarni hikoya qilishga chog'lanamiz. Bolalik chog'larning sururi baribir boshqachaligini yana bir karra his qilamiz. Muhtaram muxlis, eshittirish an'anasiga binoan studiyamizda aynan o'z bolaligi haqida so'zlashga shay bo'lib turgan mehmonimiz bor. Bu galgi mehmonimiz ham sizga yaxshi tanish. Boisi uning qo'shiqlaridan tuzilgan guldastalar to'lqinlarimizda tez-tez yangrab turadi. İnce birlerdir dar künden, ketelmeymen min artiyinden. İnce birlerdir dar künden, ketelmeymen min artiyinden. Ben kitemem köçede giriyem, sevesenem çıkmasından. Ben kitemem köçede giriyem, sevesenem çıkmasından. Sevesenem çıkmasından. Kütekte elde açı yarını, hep de buldu inşadırışım. Ana boyu yüründü, tezleşti yürek yürüşüm. Kütekte elde açı yarını, hep de buldu inşadırışım. Yine boyu yüründü, tezleşti yürek yürüşüm. Demak, anglaganingizdek ayni dam xonanda Shuhrat Dillayevning bolalik hikoyalariga birgalikda quloq tutamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bizni tinglab turgan radio tinglovchilar, bolaligim haqida gapiradigan bo'lsam, men Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida tug'ilganman. Bolaligim Kasb tumanida o'tgan. Men san'atkorlar oilasida dunyoga kelganman. Avvalo bobomdan boshlab qo'shiq ijro qilib kelgan. Dadam El Ardog'dagi san'atkor, ustoz san'atkor Xosiyat Dillayev hozir oramizda yo'qlar. Mani ustozim, san'atkor bo'lishimda eng katta hissalarni qo'shgan, menga ustozlik qilgan, o'gitlarni ayamasdan har bitta san'at sirlarini o'rgatgan otam bo'ladilar. 6 ta farzandmiz. Eng kichigi 6-inchisi kenjatoyi o'zimman. 2 ta opam, 3 ta akam bor. San'at muhitida katta bo'lganman. 2 ta akam yonimda sozanda. Opamlarda ham chiroyli ovozlari bor opamning ham. Endi ular oilalik ro'zg'orli bo'lib ketgani uchun ular san'at davom ettirishga olmagan, lekin ichimizda 2 kishi san'atga aloqasi yo'q. Bitta Shahlo opam, yo'q shunday ekan. Qolganlarimiz musiqa asbobi chalib, qo'shiq aytib, ijro qilib shu odamning kasblarini egallagan. Bolalardagi sho'xliklarni chegaralab, to'g'ri yo'lga yo'naltira olgan dono ona. Ko'cha changitib yurgan bola emasman. Ayam ko'p ruxsat bermasdilar menga. Shu ko'proq bizani tarbiyamizga, musiqa maktablariga borishimizgacha hammasini o'zlari ayam nazorat qilganlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Ko'chada varrak uchirganmen eslolmayman. Ko'p chegaralangan bo'lganman. Oynadan tomosha qilardim, bolalar o'ynab turardi. Unda hozirlar o'ylasam, ayam to'g'ri qilgan ekanlar deb o'sha ayamga rahmat deyman. O'sha o'yinlarga berilmaganimga, bolaligimdan shu vaqtimni ayam unumsiz o'tishiga qo'ymaganlar. Bizlarni nazorat qilganlar. Shuni ham bir yaxshilik tomonga bo'lgan ekan. Bog'cha va maktab bir-biriga esh bo'lgan bu dargohlar bilan bog'liq xotiralar qanday bo'lsa ham baribir yoqimli. 2 ta hovlidan keyin bog'chamiz bo'ladi. Xuddi shu bog'chaga ham boshqa uzoq joyga borganda, lekin bog'chaga borishga erinardik. Har xil bahonani topib yoshligimda bog'chani vaqti o'tib ketgandan keyin obeddan keyin o'ynab yurardim, chopqillab. Birinchi sinfga Kasb tumanidagi markazdagi 1-o'rta umumta'lim maktabida borganman. Birinchi ustozim o'g'li Bobomurodova. Boshlang'ich sinfda mana shu meni san'atga ham qiziqtirgan inson bo'ladilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlari ham qo'shiq aytardi, men ham qo'shiq aytardim. Ko'proq tadbirlarga olib borib, o'zlari farzandlaridek kurashib men uchun jonkuyarliklari bor edi. Aslida oilaviy muhitdan keyingi san'atga qiziqtirgan mana shu birinchi o'qituvchim o'g'li Bobomurodov bo'ladi.
yaxshi ko'rardilar san'atni. Hozirgacha ham menga baho berib, yozib, hozirgacha duo qilib, hali ham boshlanishdagi qiziqishlari bilan qolmaganda menga e'tibor berib, chiqishlaring yaxshi bo'lyapti deb kuzatib turibman, duodaman deb hozir ham duo qilib turadilar. Shu maktabga borganimdan ham shu ishim faqat musiqa ustozlarini shu nazari tushib qo'shiq aytishimni bilgandan keyin faqat meni san'at tadbirlarida olib yurishgan. Borardim, viloyatga odam kerak bo'lsa, yosh iste'dodlardan meni tanlab olishardi. Respublikaga odam kerak bo'lsa ham meni tanlab olishardi. Birinchi sahnada shu maktab sahnasida. Unda qanday yaxshi qo'shiqlar chiqsa, artichida ommalashsa, shuni ustozlarimiz bo'lardi. O'ktam Murodov, Oybek Hayatov rubobda chalib beradilar. Men yodlab aytardim. Keyin 4-sinf, 5-sinf bo'lganimdan keyin shu ustozim O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi Og'abek Sobirovga ixlosim, havasim kuchaydida. Keyin shu ustozni yo'llarini tanlab, shu qo'shiqlarni ayta boshladim. Tadbirlarda Ozod erkin davronimga ming qilib degan qo'shiqlarni maromiga yetkazib, bolalik ovoz bilan, ingichka, kichkina ovoz bilan shu aytardim. Hamma qiziqib, tomosha qilib, qayta aytirishardi. Shunday kelib keyin ustozlardan o'rganib, shakllanib, asta-sekin yana shu yergacha keldik. Allohga behisob shukr. Ustozlarimizga rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Hamma tadbirlarda qatnashgan, ammo maktabdagi eng birinchi tadbir Alifbe bayramida qatnasha olmagan Shuhrat. Men Alifbe bayramida qatnasha olmaganman. Chunki Surxondaryoda bobom o'tib qolganlar. O'shanda ayam, dadam o'sha yoqqa meni olib ketganlar. O'sha Alifbe bayramidan bir kun oldin bobom o'tganlar, so'ng ayam Surxondaryoda Denodanlar o'sha yoqqa ketganmiz. Men qatnasha olmaganman lekin. Bola boshidan ma'lum. Maktabda rassomchilikka ham qiziqardim, u tadbirlarga ham qatnashardim. Lekin 1-sinfdan 9-sinfgacha bitirgunimgacha sinf boshi bo'lganman. Shunday eplardimda, buni uddalardim. Shu kelmasam ham o'zlashtira olardim darslarni. San'atkorda sulh bo'ladi-ku, tez olardim. Hamma fandan yaxshi o'qirdim, faxriyorlik. 9 yil ham faxriyorlik olganman. 1-sinfdan 9-sinfgacha ham sinf boshi bo'lib, ham tadbirlarda ham qatnashib, konkurslarda ham qatnashib, o'rinlar ham olib, laureatlar ham bo'lib, yosh ovozga degan tanlovlar bo'lgan. Ularda respublika miqyosida birinchi o'rinlarni olganman. O'quvli, iqtidorli bolalar uy ishlarida ham faol bo'lsa, nur ustiga a'lo nurdir. Bizada oilada 6 farzand bo'lsak, kattasi 2 ta opam bo'lsa, opalarim turmushga chiqib ketgandan keyin uy ro'zg'or ishlari o'g'il bolalarga bizga qoldi. Keyin ayam ovqat qilishni ham o'rgatdilar, bizga kir yuvishni ham o'rgatdilar, supurishni ham o'rgatdilar. Ayam davlat ishida ishlardilar. Ayamda ishga borib kelardilar, lekin biz navbat bilan kosa to'g'ib yubordik, ovqat qilardik, maktabga ham borardik. Opam turmushga chiqib ketgandan keyin katta akam bilan, Xo'sh akam bilan osh qilamizmi dedim. Ayam ichkaridalar oshni qanday qilinadi deb ayam ollariga kirib bitta so'rab oldim. Osh qilyapmiz demadim, lekin akam yo'lda tayyorgarlik qilyaptilar. Bitta so'rab oldikda, bunday qilinadi. Yog'dan keyin go'sht solinadi, go'shtdan keyin sabzi solinadi, suv qo'yiladi, qaynagandan keyin tuz solinadi, ko'riladi. Xuddi bitta aytib shuni borib qatnab aytib qilib kelaverdim. Keyin osh damladik biz akam bilan. Shu 7-sinfda men osh damlashni o'rganganman. O'shandan beri osh qila olaman. Juda shirin chiqqan. Manti bu kishilar yangi yillarda o'sha taomlarni bir kun oldin tayyorlardilar ham. Shuni o'tirib hammamiz birga bukardik. Hozir ko'rsatuvlarga chiqqanimda xamirga go'sht solib shunaqangi shakl berib paxtani shaklini chiqarganman. O'sha ko'rsatuvda qoyil qolishgan. Shunday yoshlikdan bu narsalarga ham zukkomizda. Hozir to'g'ri bo'lgan deyman. Bir joyga chet el safar bo'ladimi yo bir student bo'lgan vaqtimiz bo'ladimi, umuman qiynalmaganman. Shunday kirimni ham yuvolardim, tikardim ham, bir kiyimim bir joyga yirtilib qolsa, ovqatni ham qilamiz. Umuman qiyinchilik bo'lmagan. Menga tuxum tashlab ber, buni qilib ber, buni qilib ber degan narsaga shaxsan menda ehtiyoj bo'lmagan. Bolaligimdan o'rganganman bu narsalarni. Shifokor jismga, san'atkor ko'ngilga shifo topsam deb izlanadi. Har ikki kasbning ham maqsadi go'zal. Shu bois ham bu kasblarning orzumandi ko'p. Lekin har kim kasb tanlashda ham yurak amriga quloq tutsa, manfaatliroq bo'lishi hayotda ko'p bora o'z isbotini topgan. Endi men san'atkor oilasida dunyoga kelganim uchun dadam san'atda qiyinchiliklarga duch kelgan joylari bo'lgani uchun san'atkor bo'lmaydi dedilar. Ayam ham aytdilar, dadam ham aytdilar. Meni shifokorlikka tayyorlab boshlashdi. Keyin o'qiyman, hech o'sha narsa kirmaydi kallamga. Xohish yo'qda, chunki o'zim xohlagan kasb emas, majburiy bo'lyapti. Shifokorlikka tayyorlab boshlashdi. Men maktabni bitirganimdan keyin shifokorlikka topshiraman deb borib, kasbidan Qarshi shahriga borgandan keyin men topshirmayman dedim unga. Men san'atga topshiraman dedim. Qiziqmagan kasbimni topshirmadim. Keyin to'g'risi menga duo beringlar, men shifokorlikni xohlamayman dedim. O'zimni xohlagan kasbimga mayli dedilar. Keyin dadam ayam rozi bo'ldilar. Bo'lmasa 2 yil tayyorlandim.
ikki tayyorlandimda ogohlantirmadim lekin shungacha. Kam bo'lganim yo'q, Allohga shukr. To'g'ri, har kim o'zini sevgan kasbini qilsa, menimcha o'shandan barakat topadi deb o'ylayman. Lekin san'atkorlar ichida shifokorlar ham bor. Uni ham o'zini qandaydir tanlash bilgan inson bo'lsa kerak, lekin men unaqa shifokor bo'la olardim deya olmayman. Chunki nima deganda, unga qobiliyatim yo'qligini avvaldan o'zim bilaman. Ko'ngilchan insonman, qonni ko'rgan qo'rqib ketadigan. Shuning uchun shifokor bo'la olmasligim aniq edi. Bolalikda qiziqib o'qiladigan ertak kitoblar ham, shunga yarasha orzular ham oz emas. Bolaligimda kitob juda ham ko'p o'qirdim. Faqat shu ertak kitoblarini tugatardim. Juda ko'p edi. Endi orzularim ham ko'p edi. Orzularim yoshlikdan kim bo'lasan bolam deb savol berishadi. Bolani tilida bilasizki, men askar bo'laman deydi ya nima bo'laman deydi. Keyin men aytardim, xonanda bo'laman. Qo'shiq aytaman, konsertlar beraman, sizga atlas olib beraman. Boshiga olib borsalar, gaplashib ketaverdik. O'sha eslayman-da, hech esimdan chiqmaydi. Dadamga moshina olib beraman deb bolalikdan shu orzularimiz ko'p bo'lardi. Dadam u kunlarni ko'rmadilar. Dadam baribir ko'p o'sha narsalarga erishganimda kam vaqt ichida ko'rdilar u narsalarni. Undan keyin yutuqlarga erishib ketdi. Dadam bo'lmadilar, u kunlarni ko'rmadilar. Ayam endi ko'rdilar. Allohga behisob shukr, umrlari uzoq bo'lsin. Baxt kamolimizni ko'raversinlar. Ota, uning qahri ham, mehri ham farzand uchun muhim malhamlardandir. Endi nima deysan, bolada deydi-ku, o'zimizni uyda meva bo'lib turib, ko'chadan qo'shnikidan olganmiz, qo'lga tushib qolganmiz akam bilan. Shunda lekin dadam o'shanda eslayman, bolaligimda o'shanda bir o'rgandilar. Keyin gapirgandilar. Bolalikda bo'lganda unaqa sarguzashtlar, daraxtdan ham yiqilganmiz, kanallarda cho'milishga borib, betonlarda qo'llarimizni ham shilib olganmiz. Lekin dadam farzandlarga do'stday murojaat qilardilar. Xato qilganimizda shunday bir gapirib qo'yardilar, bizga yetarli edi o'sha o'zi. O'shani vijdonan qabul qilardik-da, o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib qolardik. Shunaqa joyiga kelganda kuldirib, kelganda yig'latishni bilganlar. O'gitlari birovning haqqiga xiyonat qilma deydilar. Insonlarga qo'lingdan kelsa yordam ber deyardilar. Dadam juda ham yomonlikni bilmagan inson deb bilaman. Shu birov xato qilsa ham kechirib unutib oladigan insondilar. Bizga ham shu narsani qulog'imizga qo'yganlar. Tarbiya shunaqa bo'lgan masalan. Biz uxlab qolsak ham tur, kech qolding, nimaga yotibsan deb dakki bermaganlar. Qayta ustimizga yopib qo'yardilar, ochilib qolgan bo'lsa. Ayam lekin birdan ishlarni qildirib, maktabga vaqtiga olib borib, musiqa maktabiga ham vaqtiga borishimizga ayam o'zlari nazorat qiladilar. Yozgi ta'til xotiralari. Yoz faslida shu issiqda yurmasdik ko'p. Lekin cho'milishga borardik. O'zimizda bog'chamiz 100 metr bo'lsa, 500 metr atrofida bo'lardi. Cho'miladigan joyimiz kanal deydi. O'sha akamlar bilan borib, yarim soat belgilangandi. Yarim soatga borasan, tez kelasan. Hop deb baribir va'da berardik-da. Endi yozda tanamizga suv yoqadi, chiqib bo'lam. Borgandan keyin qayerda uyga berilgan va'da ham esdan chiqardi. Keyin akam kelib olib ketardilar. 1 soatlab qolib ketardik. Ta'tillarimiz shu cho'milish bilan o'tgan. Bunday lekin oromgohlarda bormaganman men unaqa. Akamlar borishgan, men qo'yishmagan. Men kenja farzandligim uchun ko'p ota-onam bilan birga yurganman. San'at olamida ulg'aygan bolakay bugun taniqli xonanda, sahna unga qadrdon. Ammo tomoshabin qarshisida hamon hamroh hayajon. Shuncha sahnaga chiqsak ham, to'y tadbirlariga, bayram tadbirlariga, shu bolalikdan chiqsak ham menda shu narsa bor. Xuddi birinchi sahnaga chiqayotganda birinchi hayajonlanaman. Sahnani mas'uliyati o'zini nimasi bosadi-da sahnani. Endi o'sha hayajon bo'lmasa ham qiyinda sahnaga bepisandlik qilib bo'lmas ekan. Chiqqan vaqti muxlislarni vahimasi bosarman. Bolaligimdan bir ilk sahnadan ham hozir ham o'rganib ketdim deysiz ichingizda, lekin birinchi chiqqanda hayajon bo'ladi. Bolalikning ko'chlari ko'zdan o'tganda. Hozir Qarshi shahrida yashayman. Kastimda tug'ilgan bo'lsam, lekin hozir endi ko'proq borgim keladi. O'zimizni ko'chalarga borsam, mashina bilan aylanib chiqaman, maktabga boraman. Ko'proq borgim kelaveradi. Bolalikda endidan juda ham ko'p sog'inib boshlaganman. Chunki tashvishlar dunyosiga kirayotgansizda keyin bolalik qani deb bola bo'lib qolsam deydi-ki, o'sha narsa rost ekan. Hol bolalik haqida kuylaganim yo'q. Endi reportajlarimizda ko'p mavzularga qo'shiq qilishimiz kerak. Do'stlik haqida, shu bolalik haqida, vatan haqida qo'shiqlarimizni shu bolalikda ham endi kiritamiz, xudo xolasa. Bolaligim qaytsa ham xuddi mana shunaqa kelsa, men yana ham rozi bo'lardim. Allohga behisob shukr. Hozir ayniqsa ko'p sog'inaman bolalikda. Bolalik umrida oxirigacha yashasa kerak har bir insonda. Bolalikka nima yetsin? Muhtaram muxlis, eslatib o'tamiz, tinglaganingiz xonanda Shuhrat Dillayev suhbati edi. Shuning bilan navbatdagi eshittirish nihoyasiga yetdi. Ehtirom ila ijodkorlar, jurnalist Ra'no Muhammedova, rejissyor Navro'z Toshmatov, boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.
adir ortidagi yolg'izoyoq yo'l.